Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici. Avvalo bizni O'zbekiston diyoriga taklif etishgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Sababi bu oddiy taklif emas. Bu mazmunli, bugungi kunda nihoyatda dolzarb bo'lgan konferensiyadir. Davlatingiz rahbari tomonidan ilmiy va madaniy, ma'rifiy yo'nalishda ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilyapti. Men O'zbekiston tomonidan tashkil qilingan Xalqaro madaniy meros haftaligida ishtirok etayotganimdan juda ham baxtiyorman. Mazkur Xalqaro madaniy meros haftaligi bizga islom olamining intellektual va yozma merosi, ayniqsa O'zbekiston zaminida yaratilgan madaniy meros bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beradi. Men mazkur xalqaro anjumanga O'zbekistonning qo'lyozma Qur'onlari loyihasi bilan ishtirok etmoqdaman. Mazkur loyihani amalga oshirish bilan biz butun dunyoga O'zbekistonning yana bir yozma merosini taqdim etamiz. Voilà, et je vous remercie.